Hammaga assalomu alaykum birodarlarim, yaxshimisizlar, suyimsizlar, jonilar sog'mi, umrlar uzoqmi? Nima gaplar ketyapti? Akalar, xo'sh, bugun sizlarga gap cho'zib o'tiribman. Jahon chempionati bugun. Aynan Meksika va Janubiy Afrika va Koreya va Chexiya o'yinlari bugun bo'lib o'tadi. Ikkalasi ham juda ham kuchli tomonlar. Ikki tomondan ham juda ham kuchli jamoalar. Nima qilib deyishni ham bilmaysan. Lekin biz sizlar bilan texnik analizga asoslangan to'liq hamma yo'lni tahlil qilib chiqamiz. Videoni ko'rishingizdan oldin bir dona like bosing, chunki bu kontent O'zbekistondan bir dona bo'lyapti. Jigarim, videomizga omad tilang va bir dona like bosing, kommentga keyingi son chiqishini ham kuting. 40 kun davomida jahon chempionatining barcha o'yinlarini tahlil qilaman. Va sizlar bilan birgalikda hozir po facto hamma narsani keltirib o'tamiz. Xo'sh, sizlar tayyor bo'lgan bo'lsanglar, biz boshlashga majburmiz. Boshladik. Xo'p, akalar, bugun mana ko'rib turishlar mumkin, Meksika va Janubiy Afrika, Janubiy Koreya va Chexiya o'ynaydi bugun. Ikkalasi ham kuchli jamoalar. Ya'ni Janubiy Koreyada Son Heung-min boshchiligidagi jamoa Toshkent vaqti bilan soat ertaga 7:00 da bo'lib o'tadi. Va o'tar kechasi 11-iyuldan 12-iyulga o'tar kechasi Meksika va Janubiy Afrika o'yinini ochib beradi. Undan oldin esa Shakira o'z guruhi bilan sahnaga chiqib qo'shiqlarni aytib beradi. Xo'p, hozir mana ko'rib turishlar mumkin akalar, jahon chempionati soat ertaga 00:00, ya'ni o'tar kechasi mana xo'p, musobaqa jadvalini ko'rib o'tadigan bo'lsak, xo'p, jahon chempionatining jadvali tayyor. Oxirida chiqadi 20:07. Xo'p, tushunarli, 40 kun davomida bo'lib o'tadi. O'yinchilarga o'tamiz. Xo'p, o'yinchilar shu mashhur o'yinchilar, Elbor Roray. Ular mashhur o'yinchilarni bu yerga keltirib o'tyapti. Ya'ni birinchi o'rinda Cristiano Ronaldo'ni qo'yapti, auditoriyasi borligi uchun Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Erling Haaland, Arda Güler, Deniz Gül, Emmanuel Neuer, Gurmino Ochel, bilaman bo'lsa Kenan Yildiz, Harry Kane, Uruguaydan Shakir, Vinicius Junior, Chanozon, Henry, Jamal Musiala, Luka Modric, Usman Dembele, Rafinha, Giroud, Araskete, Muhammed Salah, Michel Olise, Memphis, Luka Puls, Anton, Ashraf, Maspa. Xullas akalardan mana shu o'yinchilar, mana ko'rib turgan Pedri, Bruno Fernandes hammasi bor akalar. Xullas mana Meksika A guruh va biz O'zbekistonimiz mana bu yoqda 4-chi, adashmasam, ko'rishdik. Eng ajal guruhga tushdilar ular. Ajal tarkibi degan guruhga tushib qoluvdik. Xo'p, mana O'zbekiston, xullas bu bizga hozirchalik qiziq emas va bizga bugungi o'yin kerak. Xo'p, Meksikani yutish foizi ko'proq. Nimaga? Chunki Meksikada darvozaboni qattiq. Ya'ni bilasizlar, 11 yildan davomdan beri bu darvozabonlar kelyapti va undan oshiqroq desa ham bo'ladi menimcha. Xo'p, Janubiy Afrika esa 11%, durang esa 21% ekan. Ama durang o'ynab qo'yishlari ham mumkin, chunki Janubiy Afrika ham ancha-munchaga bermaydigan, hali sostavi aniq bo'lmadi. Lekin biz sizlar bilan ko'p faktlarni kelib chiqamiz. Xo'p, bu Meksikada bo'lib o'tadi, adashmasam, Sidan Toko. Xo'p, hamma soatlarni berib o'tyapti va aytib o'tyaptiki, 2010-yillarda Afrikani yutib qo'yganlar adashmasam aytib o'tyapti. Xo'p, yaxshi. Hozir bu yoqda biz ishimiz yo'q. Xo'p, bu jamoalarga keladigan bo'lsak, Meksika nimasi bilan ajralib turadi? Darvozaboni bilan ajralib turadi. Xo'p, 11 yildan beri yoki undan oshiqroq vaqtdan beri, hali anig'ini unchalik bilmayman, darvozabonlik qilib keladi va juda ham qattiq darvozabon. Bu nima deydi? O'rgamchak deyishadi, adashmasam buni. Juda kuchli o'rgamchak deyishadi, adashmasam. Shu tomoni bilan ham Meksika ancha ajralib turadi. Ya'ni darvozabon tomonlama ham ancha ajralib turadi. Endi o'yinchilarga keladigan bo'lsak, bizda o'yinchilar, hop, Meksika o'yinchilari akalar mana ketdi, mana Meksika o'yinchilari. Bosh murabbiy Javier Aguirre boshlovchiligi Meksika milliy terma jamoasi 2026-jahon chempionati uchun rasmiy yakun qaydnomasi. 26 nafar futbol mezbon tarkibida afsonaviy yulduzlar tarkib tajribali ustunlar va iqtidorli yoshlarning ularni ulg'ayishda tashkil topgan. Xullas, Meksikada o'zini Amerikasidan chiqqan odamlar, ya'ni o'zini akademiyasidan chiqqan odamlar, Guillermo Ochoa, aytganim, haligi darvozabon, ya'ni Meksika terma jamoasi, xullas mana shu darvozabon.
xuddi mana shu aytganim akalar. Xo'p akalar, mana Meksika terma jamoasining polni tarkibini tushuntirib o'taman. Meksika terma jamoasining bosh murabbiyi janob bo'lajak jahon chempionati uchun yakuniy qaydnomasini e'lon qildi. Ro'yxatda o'rin olgan 26 nafar futbolchi orasida tajriba, yosh va iqtidorlar uyg'unligi ko'z tashlanadi. Taqdim videosi Meksika madaniy ramziy qahramoni Chesti Pro ovozi bilan boyitilgan muxlislar nostalgiya uyg'otdi. Bu haqida keyin xabar. Tarkibning eng asosiy darvozabon mana Guillermo Ochoa oltin to'pi bor jahon chempionatiga yo'l oladigan bo'ldi. Shu tariqa Leo Messi, Cristiano Ronaldo kabi afsonalar qatorida joy olib tarix natijalarini qayd etadi. Arda Aguilerning jamoaning jismoniy holati turlicha ekanligini tan olsa-da, aynan shu tarkib hozirgi vaqtda Messi uchun eng yaxshi ekanligini ta'kidladi. Xo'p, xullas aytayaptiki, Meksika eng yaxshi tarkibim shu deyapti. Ya'ni eng yaxshi qo'yib odamlarimiz shu bizda deyapti. Xullas yaxshi darvozabon deyapman. Asosiysi bu yerdan darvozabon. Aytib o'tayotganimdek, darvozabon bu eng zo'ri, asosiysi. Xo'p, Meksikani juda ham imkoniyatlari katta, chunki bularda imkoniyat bor. Ya'ni bular shunaqa futbolni tashkil qilishganki, sifatli va oldingi futbol ham bor. Ya'ni biroq tarkibda kutilmagan yo'qotishlar ham bor. Xususan so'nggi vaqtlarda ajoyib o'yin ko'rsatayotgan German Bertamin ro'yxatdan chetga qoldi. Murabbiyning bu qarori mutaxassislar va muxlislar orasida qizg'in bahslarga sabab bo'lmoqda. Meksika o'z uyiga jahon chempionatini 11-iyul kuni ochib beradi. Xo'p, tushuntirishi bo'yicha bu bir nafar o'yinchi yo'q. Ya'ni adashmasam Polzashni bo'lish kerak, shu odam yo'q. Normalni tarkib zo'r, hamma narsada ustunlik bor. Darvozabonlar rost ekan 67% yutish imkoniyati bor. Xo'p, Janubiy Afrikani mana ko'rib turishimiz mumkin akalar. Endi buni futbol terma jamoasi, Janubiy Afrika Respublikasi milliy terma jamoasida erkaklar futbolda xalqaro miqyosdagi mazkur davlat manfaatlari ifodalaydi. Janubiy Afrika futboli boshqarish o'rniga Janubiy Afrika Respublikasi futbol assistentlar tomonidan boshqariladi. Bafada, ya'ni Bafana laqab bilan tanilgan jamoaning uy maydoni Yoxannebusga joylashgan FNB stadioni FIFA va Afrika futbol konferensiyasi CAF a'zosi Afrikadagi eng yaxshi milliy futbol terma jamoalarining biridir. Maydonda sariq yashil rangli formada to'p tepadi. Xo'p, biz tarkib tanishtirilyapti mana bu yerda. Maxluq yo'q. Xullas mana shu tarkib akalar. Lekin juda ham yutish ehtimoli past, lekin bu o'yinga nima olsa bo'ladi. Ya'ni eng qiziq momentga yetib keldik. Endi biz nima qilamiz bilasizmi? ChatGPTdan so'raymiz. ChatGPTdan so'raymiz. Xo'p, ketdik. Salom. Salom. Bizga tahlil qilish kerak. Biz yani hop ketdik. Hadi ki. Meksika va Janubiy Afrikada o'yin yetkazilma bu juda xavfsiz variant emas. Ko'pchilik tahlillar statistikasida yetkazilma gol tomoniga og'irmoqda ekan. Hamda aksincha kutilayotgan hisoblar 1-0, 2-0, 1-1 kabi natijalar ko'proq uchrayapti ekan. Shu kamida 3 ta gol kerak bo'ladi. Bu ham bo'lishi mumkin, lekin hozirgi ma'lumotlarga ko'ra 50% dan pastroq deb hisoblanmoqda. Shuning uchun aniq to'g'ri. Xo'p.
Hop, bizga to'g'ri variant ayt. Va eng xavfsiz Meksika yutadi. Hop, Meksika yutadi. Bugungi o'yinda o'zimiz ham, siz ham, men ham, ChatGPT ham bitta xulosaga keldik, ya'ni Meksika yutadi. Hop. Aynan akalar bilaman, sizlarni Xbetda pullar chiqmay qolgan olti bor. Ya'ni jahon chempionatida uyini sotib, mashinasini sotib, bilaman, mashinani sotib bo'ldi, uylarni sotib bo'ldi. Akalar, qaranglar, pastda bu o'yin promokodini qoldiryapman. Xbetga, Linebetga o'tib o'ynaysizlar. Konkretniy men o'zim javob beraman. Lichkamga yozsanglar, pul yechish, pul chiqarish, hammasiga, sozlamalarlar, hammasiga o'zim javob beraman. Bu o'yin promokodini kirgizib o'rgatsanglar, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Ya'ni so'qqa qilsanglar, normalniy so'qqa qilib olamiz. Bugungi o'yinda Meksika yutadi. Hammaga omad jigarlarim. Meksikani pobedasiga olg'a, Meksikani pobedasiga o'zim ham normalniy bir tikib beraman. Joningiz sog' bo'lsin.